kelishdi. Bizda esa birinchi raund boshlanish arafasida Erasil va Abdumalik Yorbutayev rekordlarni ko'ryapsiz. Qozog'istonlik jangchi 9 g'alaba va 5 mag'lubiyat, hamyurtimizda esa 6 g'alaba va 1 mag'lubiyat. Hozir birinchi raund boshlanadi. Demak, birinchi raund start olyapti. Albatta hamyurtimiz stoykada ishlashga e'tiborini qaratadi. Erasil ham, endi Erasilni to'g'risi men yaqindan bilmayman. Menimcha stoykaga turishidan stoykachiga o'xshayapti, chunki kurashchi bunday erkin oyoqda harakat qilmaydi. Jab zarbasi bo'y jihatdan hamyurtimiz biroz yon beryapti. Shu raqib chap qo'l zarbasi va knockdown sanalyapti. Albatta menimcha o'ziga kelib oldi. Davom etadi. Jang nazlimda MMA bo'yicha emas, shu qo'l jangi kulachka bo'yicha bo'lyapti ekan. Chap qo'l zarbasi yana o'tdi. O'ng qo'l zarbasi yana hisob ochilmoqda. Bo'ldi. Menimcha sanashni ham hojati qolmayapti. Menimcha mana shu referi katta pul tikib qo'ygan ko'rinadi Erasilga. Jang qilasan degandek oxirigacha turib berasan deyapti. O'ng qo'l zarbasi va yana quladi. Bo'ldi, umidini uzdi. Nazarimda mana shu Hype FC Armeniya kardida ko'plab janglar o'sha raqiblar bir-biriga mos emas. Chunki agar janglarni ko'rayotgan bo'lsangiz, asosan birinchi raundda yakunlanyapti va bir tomonlama ustunlik bilan. Odatda kuchlar teng bo'lsa, misol matchmakerlar jangchilarni tanlab bir-biriga mos qilib qo'yadigan bo'lsa, bunday holat bo'lmasligi kerak. Lekin endi albatta hozir g'alaba qozondik, xursandchilik to'g'ri. Lekin umuman mana shu kartni aytayapman, boshdan oxirigacha muvozanatda qilinmagandek mening nazrimda. Abdumalik Yorbutayev esa karyerasidagi 7-g'alabani qo'lga kiritmoqda. Albatta tabriklab qolamiz. Mana bu esa takroriy lavha. Chap qo'l zarbasini yaxshi o'tkaza oldi hamyurtimiz. Texnik nokaut bilan demak.